Assalomu alaykum, hurmatli Bekomix kanali obunachilari, sog'omonmisizlar? Bugungi videomizda xudo xolasa qalin Yevropa standartiga javob beriladigan 170 litr suv sig'adigan maksimal obyomi bochkalar haqida bochkalar haqida informatsiya berib o'tamiz. To'liq sotiladigan optim bahada yuboriladi. Bu danalab bo'lsam optim senada arzonlashtirilgan bahada beriladi. Ko'p funksiyali az bir anda içini polniy obzor etib, narsalara qulay litr sig'adi emas haqida netamiz. Bir de bochka bunlar kerak. Ko'p kerak bo'lsa bemalol pastda nomerlarni qo'yamiz. Nomerlar orqali bog'lanib netaverasizlar. Shunday bochkani qisishlari menday açılışı zo'r bo'lgan bochka. Qisadi demirdan sifati zo'r bo'lgan. Qisishi demir, qisqichi demirdan suv o'tirmaydi, yo'lga sinib netqolmaydi. Sifati zo'r, açılışlar ham zo'r. Qapqa ham qalin qapqa. Umumiy suv sig'imi bunda 170 litr maksimal. Ishorati sig'dirsangiz suvni 170 litr suv ketadi bunga. İçi qattiq qalin, yana pitirda quyoshda tursam dökilib sinib netib qolmaydi. Qattiq bochka endi bo'sh bochka emas. Qo'lim girmaydi umuman. Qattiq bochka ichi. İçini ko'rsanglar bo'ladi. Zo'r bochka, qalin, sifati zo'r bo'lgan bochka. Narxına keladigan bo'lsak, 170 litr suv sig'adigan ish qalin, qattiq, qisqichi demirdan bo'lgan bochkamiz optim bahada 130 ming so'mdan danalab bo'lsin, ko'p miqdorda, kam miqdorda sotiladi. Bo'ladigan bahasi 130 dan. Pastda nomerlar qo'yamiz, telefon etib kelaverasizlar. Manzil 4 kilda Vishki yonda, 4 kil Vishki yonda kelib bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Katta miqdorda oladiganlar bo'lsa, boshqa yerlardan, misol uchun O'zbekiston boshqa nuqtalari, Xorazm, Qoraqalpog'dan bo'lsa, yetkazib berishni ham keyin üstünde gaplashsak bo'ladi, agar katta miqdorda xarid etiladigan bo'lsa. Miqdori ko'p, bemalol telefon etib netsanglar bo'ladi. Bu novalar ishlatiladi. Yozligini suv qizdirmoqqa, mol palov, buni saqlab qo'ymoqqa, misol uchun yo kelajakda qishlarda pomidor, bodring shunday o'zdan tuzlamoqqa zo'r ketadi. Chimchishlarni o'zi ko'p oldi bu. Shunday o'zlari zo'r ketadigan bochka, xudo xolasa, ajoyib. Ko'p funksiyada ishlatsa bo'ladi, mana foydali narsa. Uy xo'jaligi kamida 2-3 sigara yozam, suv qo'ysam, misol uchun hozir distirlangan suvlarni olib qo'yasizlar. Birdan endi olasizlar, biroz vaqt ichiladi-da. Endi mayda telefon etib kellalar ham bo'lmaydi. Suv qo'ysam bo'ladi. Bir yuviladi, netadi, suv saqlayverasizlar. Buni ichida paket o'ralib vez keladi, paket o'ralib. Buna hech qanday zarar yetadigan narsa bo'lmaydi. Buni paketda keladi vez. Yani ichi top-toza. Bir quyoshda bir netib, suv bilan bir yuvib bersanglar top-toza bochka bo'ladi. Yani iysi bo'lgani mana plasmas nisi bor, boshqa hech bir nisi yo'q. Shu oddiy plasmasdan bo'lgan uchun plasmas nisi bor. Nu insonni sog'liq uchun zararsiz, sifatli, zo'r bochka. Hamma narsa ishlatsangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, kuzatganlaringiz uchun rahmat. Kimgadir kerak bo'lsa, donish bilishlar yuborib qo'yasizlar, like bosamiz, kommentariyada fikrlarimizni yozamiz. Albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xudo xolasa, bundan da zo'r, ajoyib, sifatli videolarni qo'yishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yetkazgan vaqtingiz uchun alohida rahmat.